Hikmatlarda keladi, ahmoqlikning 10 ta belgisi bor. Shu 10tasini men sizlarga aytib beraman. Birinchisi bu ko'p kulish va bachkanalik. Oqil odam bachkana bo'lmaydi, chunki oqil odam kelajakdagi jiddiy kutayotgan imtihonlarni va hozirgi paytdagi atrofda jamiyatda bo'layotgan og'riqli narsalarni biladi, uni dardi bo'ladi. Shuning uchun u tabassum qilib yurishi mumkin. Lekin bachkana bo'lmaydi, tirjayib kulib yuradigan bo'lmaydi doim. Ikkinchi ahmoqlikning belgisi bu har bir savolga va har bir mulohazaga javob berish. Kim unga nima desa unga javob qaytarishga harakat qiladi. Undan nima so'rasa unga javob qaytarishga harakat qiladi. O'tirib vaqtini olib bir o'ylab fikrlab ko'rmaydi. Mana bu ahmoqlikning yana bir belgisi. Yana bir belgisi doim alanglash. Bir chapga qaraydi, bir o'ngga qaraydi, bir tepaga qaraydi, bir pastga qaraydi, doim ko'zi aylanib turadi. Mana shu odam bilasizki, demak aqlida muammosi bor. Yana bir belgilardan biri bu yangi narsalarga yopiq bo'lish, yangi fikrlarga. Yangi fikrni eshitsa bir parcha darrov inkor qilishga harakat qiladi. O'tirib eshitib ko'rishga, mulohaza qilib ko'rishga, unga bir imkoniyat berishga harakat qilmaydi. Mana bu ahmoqlikning yana bir belgilaridan biri.